Bu yil Moskvaga kelib ishlashni boshlaganimga 5 yil bo'libdi. 5-yil ketibdi Moskvaga kelib ishlashni boshlaganimga va kecha ozgina o'tmish haqida eslab qoldim. Maktabda o'qib yurgan vaqtlarim, 4-5-sinflarda o'qib yurgan vaqtlarim futbolist bo'lishni orzu qilardim. Katta bo'lsam futbolist bo'laman derdim. Vaqt o'tdi. 8-9-sinfga o'tganda esa maktabni bitib programmist bo'laman derdim. Yana oradan vaqt o'tib maktabni bitib hamma orzular ortda qolib Rossiyaga kelib ishlayapman va Rossiyaga oxirgi bir necha yildan beri Rossiyada yuribman. Bu nafaqat menda shu narsani bildimki, juda ham ko'pchilik yurtdoshlarimiz, akalarimizda shunaqa holat bo'lgan ekan. Ular ham kimdir bo'lishni orzu qilgan, katta bo'lsa vrach, doktor, futbolist, aktyor, lekin hamma orzularini yig'ishtirib Rossiyaga kelib ishlab yurganlar 5 yildan beri, 10 yildan beri, даже 30 yildan beri Rossiyada ishlab yurgan akalarimiz juda ham ko'p ekan. Bugungi videoda shu Rossiyada ishlab yurgan yurtdoshlarimiz, akalarimiz, opalarimizdan ozgina nimaga Rossiyaga kelib ishlayotganlari haqida intervyu qilishga va kayfiyatlarini ko'tarishlikka harakat qilib ko'ramiz. Qanday bo'lsa, ketdik.